2026-yil iyun oyida va iyul oylariga ota-onangizni umra ziyoratiga yoki oila a'zolaringiz bilan birgalikda safar qilmoqchimisiz? Mana shu video aynan siz uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Aslbek Uz kanali qadrli obunachilari, barchangizga xayrli kun tilagan holda, do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays turfirmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga iyun oyi va bundan tashqari iyul-avgust oylariga yangi qabullar boshlangan, shular haqida batafsil ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga, qarindoshlar guruhlariga mana shu videoda yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni Nizomiddin hoji akamiz bilan birgalikda davom ettiramiz. Hoji aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi kelib oldingizmi Aslbek? Rahmat, Allohga shukr. Hoji aka, mana Xudo xolasi iyun oyini ham boshlab yana bitta-ikkita reyslar chiqdi va bundan tashqari yana yangiliklar qilingan. Shular haqida bir obunachilarimizga bir ma'lumotlarni berib o'tsak va hozirgi kunda safarimiz necha kunlik va qayerlarda bo'ladi, shularni birma-bir aytib o'tib ketsangiz. Xo'p, safarimiz Centrum Holidays'da 14 kunlik bo'ladi Aslbek. 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramada bo'ladi. Xudo xolasa gostinsalarimiz, masofalari, sharoitlari, pokizaliklari, albatta eng zo'r yangi mavsumga 5 yulduzli gostinsalarni Xudo xolasa jalb qilganmiz. Obunachilaringiz albatta borib ko'rganda Xudo xolasa bizni duo qilish esdan chiqmasa bo'ldi. Xudo xolasa. Ya'ni hozirgi kunda 5 yulduzli gostinsalar, gostinsa oraliq masofalarimiz qanday bo'ladi, hoji aka? Xo'p, Madina Munavvarada 150 metrda bo'ladi. Markaziyada Makka Mukarramada 1-1,5 kilometr oralig'ida bo'ladi. Albatta 24 ga 7 avtobus xizmati ham bor. Hattoki tahajjud namozlariga ham haramga borib, bemalol ibodat, tavof qilishlari mumkin bo'ladi. Bundan tashqari komfort paketda hoji aka, ya'ni 700 metr, 600 metr holatdagi gostinsalar ham bor. Albatta, komfort paketimizni o'zingiz aytib qoldingiz. Bu obunachilarimizga aytmoqchi edik hozir. Xo'p, 700 metrlik gostinsani tanlaganmiz. Xudo xolasa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsa, bemalol biz lokatsiyalarni tashab bersak, Google dan urib, internetdan bemalol o'sha masofasini ham o'zlari guvoh bo'lishlari mumkin bo'ladi. Qolaversa, Madina Munavvarada 50 metrda, Aslbek, Makka Mukarramada 700 metrda joylashgan bo'ladi. Narx-navosi, xo'p, gostinsa masofasi, ozuqati albatta standart paket bilan boshqacha farq bo'ladi. Ya'ni standart plus paketi bilan komfort paketda farqi, narxida ham farqi bo'ladi. Albatta, narxida, ozuqatida, masofasida farq bo'ladi. Tushunarli. Demak, hozirgi kunda hoji aka, qabullarimiz qaysi sanalarga bo'lyapti? Hozir mana shu iyun oyida. Xo'p, iyun oyida 26-ga Farg'ona Jidda reyslarimiz bor. Joylarimiz soni juda ham oz qolgan, ulgurib qolishsin. Eng yaqin reysimiz 26 vodiydan, ya'ni Farg'ona Jidda reysi. Qolaversa 21-iyundan boshlab oyda oxirigacha ham kunda-kunora har chorshanba ham reyslarimiz ham bor. Namangandan ham Xudo xolasa reyslarimiz ham bor. Bemalol qo'ng'iroq qilib, kimga qaysi kundan, qaysi joydan, qaysi viloyatdan reys zarur bo'lsa, Xudo xolasa quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsa, yana ham batafsil ma'lumotlarni beramiz. Xudo xolasa. Demak, hurmatli obunachilar, to'liq ma'lumotlar olmoqchi bo'lsalaring, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bemalol olishlaring mumkin. Xo'p, hoji aka, atta taomlarimiz qanday bo'ladi? Misol uchun bizda o'zbeklar borsa, ya'ni o'zbek taomlari bo'ladimi yoki boshqa taomlardan foydalaniladi? Yo'q, albatta bizda Centrum Holidays'da o'zbek milliy taom bo'ladi. 11 kun Madina Munavvarada 3 mahal o'zbek milliy taom, Madina Munavvarada 2 mahal, Xudo xolasa 2 kecha 3 kunduz obed ujin o'zbek milliy taomda bo'ladi. Tushunarli. Demak, hurmatli obunachilar, bemalol xohlagan, o'zingiz istagan paketlarda mana shu Centrum Holidays bilan safaringizni amalga oshirishingiz mumkin. Agarda mana shu firma orqali borib kelganlar bo'lsa, kommentariyada biz ham borib kelgandik, qanday bo'lgan sharoitlar o'tgan yilda, o'shalarni bir fikrlarini yozib qoldirsalaring, kelgusida yana bormoqchi bo'lib yurganlarga ham mana shu videomiz foydali va manfaatli bo'ladi degan umiddaman azizlar. Xo'p, hoji aka, hozirgi kunda endi eng asosiysi kulminatsion jarayon deyiladi, bu narxida. Ya'ni hozirgi kunda standart plus paketimizning narxi qandaydi va komfort paketimizning narxi qanday? Xo'p, standart plus paketimizni iyun oyiga $1100 dan qilib beramiz. Farg'ona, Namangan hamda Toshkentdan bu reysimiz iyun oyiga $1100 dan xohlagan sanalarga telefon qilishaversin. Xo'p, komfort paketimiz 1-iyuldan boshlanadi. Buni narxini oxirini $1150 dan qilib beramiz. $1200 ham deb narx chiqarmoqchi bo'ldik, lekin siz obunachilaringizga $1150 dan qilib beramiz.
Demak, tushunarli. Hurmatli obunachilar, mana o'zlarining tanlovni bildilaring, yana $50 razisiya qiladi, lekin sharoitlari ham o'shanga yarasha bo'ladi. Ya'ni $1100 standart plus paket, $1150 komfort paket qilib belgilandi. Xo'p, Hoji aka, 50 boshlarimiz billa borib, billa keladimi hozirgi kunda? Albatta, aeroportdan billa boshlab olib ketishadi. Safar mobaynida, Madinada, Makkada, ziyoratlarida, tavoflarda, ibodatlarda, hattoki Qizil dengizga boradigan sayohatlarida ham 50 boshimiz hamrohligida bo'ladi va yana 14 kun mobaynida billa qaytib kelishadi. Madina Munavvarada, Makka Mukarramada albatta shifokor xizmatlari ham bor. Kommentariyada yozibsizlar. Shifokor xizmatlari ham bepul. O'sha bir marta to'lovni ichida kalaska xizmati, shifokor xizmati, xudo xolasa o'sha bir marta to'lovlarning ichida mutlaqo bepul. Tushunarli. Xo'p, Hoji aka, bundan tashqari sayohat va ekskursiya ziyoratlarimiz ham bo'ladimi? Albatta. Xudo xolasa Madina Munavvarada ham, Makka Mukarramada ham 10 dan ortiq ziyoratgohlar, hozir aytib o'tganimdek, oxiri Qizil dengizgacha 50 boshi birgalikda xudo xolasa sayohat qilinadi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana o'zlarining to'liq ma'lumotlarni eshitdilaring. Bemalol ekranda raqamlarga telefon qilib aloqaga chiqinglar. Bunday imkoniyatlar, bunday sharoitlar faqatgina sizga Centrum Holidays bera oladi xolos. Faqatgina ekranda raqamlar, agarda musofirdan kuzatib turgan aka-ukalarimiz bo'lsa, Telegram, WhatsApp orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali ham bemalol bog'lanib, o'zlaringga qulay sanalarga joylarni bron qilishlaring mumkin yoki ota-onangiz va oila a'zolaringizni xursand qilishingiz mumkin. Ya'ni sovg'a tariqasida. Hozirgi paytda borilsa, Hoji aka, demak sharoitlar juda ham odamlar kam, ya'ni bemalol borib xohlaganicha ziyorat va ibodatlar qilib kelish imkoniyati juda ham kengroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Albatta, hurmatli yurtdoshlarimizda hozir havo isib ketganligi munosabati bilan Saudiyada ham shunaqa holat deb o'ylashayotgan bo'lsa, albatta xato o'ylashyapti. Bu tajribada Saudiya bizdan ancha yil yuqorida, ya'ni sovutish sistemalari bo'yicha faqat haramda aylanish mobaynida nima xolos. Sovutish sistemasi ochiq xolos. Qolgan hamma joyda, haramda ham, avtobusda ham yoki gostinitsalarda ham hamma sharoitlarda muzday havo xudo xolasa 24 ga 7 albatta konditsioner bo'ladi, xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Ya'ni qariyalar ham qiynalmasligi mumkin. Yo'q, bemalol borib kelsa bo'ladi. Ya'ni ham odam hozir juda ham tavof qilishlik holi odam. Tushunarli. Mana kuni kecha bugunga o'tar kechasi kabi po'sham almashdi. Biz o'zimizning ijtimoiy tarmoqda juda ko'rdik. Ya'ni yangilandi. Kiyimlar ham xudo xolasa yangi boruvchi, mavsumda boruvchi ziyoratchilarga juda ham chiroyli holatda ibodatlar va ziyoratlar qilib kelishlik mumkin ekan, xudo xolasa. Do'stlar, albatta tavsiya beraman, ekranda raqamlar, bemalol bog'laninglar. Qo'ng'iroq qilganda Asilbek o'z kanalidan ko'rib telefon qilyapman deyish esdan chiqmasin. Hoji aka, sizga ham rahmat. Xalqimiz uchun mana shunday chiroyli paketlar, chiroyli sharoitlar qilishdan aslo charchamang. Rahmat, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'linglar.